qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilnoza xonim, siz sog' salomatmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Avvalida yomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim sizni qadrlayotgan aziz insonlaringiz vaqtiga sog'-omon yurishingiz tilakdoshimiz. Rahmat. Siz bilan Yaqinimga tabrik kanali boshlovchisi Niloya jonli efirda jonli suhbatni olib bormoqdaman. Bugun ayyomingiz bilan nafaqat kanalimiz nomidan, barcha jamoa a'zolarimiz nomidan ham sizni muborakbod etamiz. Rahmat. Azizsiz albatta. Bizga chiroyli tabriklar yo'llagan aziz insonlaringiz bor. Ularning ajoyib qalbiy izhorlarini o'qib eshittirsam rozimisiz? Ha, mayli. Yashang, tinglab turasiz. Chiroyli tilaklar aynan sizga atalgan. Alloh bergan mo'jizasan nurli yuzim. Senga boqsam quvonchlarga to'lar ko'zim. Boqishlaring qaysarliging xuddi o'zim. Robbim bergan omonatim jonim qizim. Qizalog'im, bunchalar ham beg'uborsan. Alloh bergan jannatdagi hur-g'ilmonsan. Ming bor shukr, baxtimizga o'zing borsan. Jannatlarga yo'lak bo'lgan jonim qizim. Bir kun qarib qo'llaringdan tutolmasam, onam deya erkalatib o'pgin yuzim. Gunohim ko'p, jannatlarga yetolmasam, jannat tomon yetaklagin jonim qizim. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan jonim qizim. Hayotimning quyoshi, yuragimning guli. Tug'ilgan kuning bilan seni chin yurakdan muborakbod etaman. Sening dunyoga kelgan kuning mening hayotimdagi eng unutilmas, eng baxtli kundir. Sen bilan hayotim go'zallashdi, ma'no topdi. Sen mening faxrim, ilhomim hamda orzularimning ro'yobisan. Tilaymanki hayoting doimo quvonch va baxtga to'la bo'lsin. Har bir tong sen uchun yangi imkoniyatlar, har bir kecha esa osoyishta orzular olib kelsin. Yashashing guldek, qadaming fotiha, qismating nurli, kelajaging esa yulduzlar kabi porloq bo'lsin. Bolajonim, seni shunday yaxshi ko'raman. Ilohim baxtimga omon bo'lgin. Yaratgan seni hamisha panohida asrasin. Qalbingdagi orzularing birin-ketin o'shalib, hayoting gullab yashnasin. Mehring, samimiyliging va o'ziga xos go'zalliging bilan hamisha hayotga nur sochib yurgan. Men seni cheksiz yaxshi ko'raman. Ayyoning muborak bo'lsin deya chiroyli tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Boriga shukr. Onajonimga, jigarlarimga, akamga, singillarim, kelinlarim, hammalarim, yaqinlarim boriga shukr. Rahmat, shular bor, men bor. Oyijonimga alohida rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Boshimizga doim sog'-omon yursin, boshimizga bosh bo'lsin. Bolalarimiz baxtiga, biz baxtimizga sog'-omon yursin. Alloh umrini uzun qilsin. Ilohim. Doim biz bilan birga bo'lsin, ilohim. Ilohim dard ko'rmasin. Inshaalloh. Doim yonimda yursin. Ilohim mendan onamni, jigarlarimni ayirmasin. Inshaalloh. Doim shunaqa bo'lib yurishga Allohim nasib qilsin. Shunchalik xursand qildi. Alloh ularni ming bora qilib xursand qilsin. Alloh bilan siylasin. Ilohim. Hammalarni boriga shukr. Shular bor. Men shunchalik yuribman. Rahmat, Allohga shukr. Albatta aziz. Allohga ming bora shukr aytaman. Shunda onam bor, aka, opa-singillarim bor, jigarlarim bor. Albatta. Ilohim sog' bo'lsin. Doim shunaqa yonimda yursin. Ilohim. Mehribon aziz insonlaringiz tabriklari aynan onajoningiz Zuhraxon hoji ayaning ajoyib tabriklari edi. Ushbu tabrikka qo'shiladilar akalaringiz Isroiljon aka va Ne'matillo aka, kelinoyingiz Umidaxon, keliningiz Shahnozaxon, singlingiz Durdonaxon, o'g'illaringiz Salohiddinbek va Sayfuddinbek, jiyanlaringiz Shukronaxon va qiz Muhammad, Qodir Muhammad va Ibrohimjon, Soliha begim va Muhammad Bilol, Muhammad Zufar va Sabdiya qiz va Muhammad Ali nomidan sizni onajoningiz ajoyib tilaklar bilan qutlamoqdalar. Rahmat, katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kutumonim juda xursand qilishdi.
katta rahmat. Jiyanlarim ham Alloh umrini uzun qilsin. Kelinlarim ham kelinmas singil qilib berdi Alloh. Umrlarini uzun qilsin. Doim shunaqa opa singil bo'lib yuraylik. Singlim ham doim bittagina singlim doim yonimda yursin. Inshaalloh. Bitta singlim 3ta bo'ldi. Rahmat Allohga shukr. Akamlar, ukamlar hammasi rahmat Allohga shukr, boriga shukr. Inshaalloh. Xursand bo'ldim. Doim shunaqa opa singil bo'lib, aka singil bo'lib yurish Alloh nasib qilsin. Ayam doim bizga bosh bo'lsin. Yaxshi kunimizda, yomon kunimizda doim yonimizda yursin. Albatta, ilohim. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Arziysiz albatta. Siz uchun chiroyli tilaklar, ajoyib qalbi izhorlarini aynan onajoningiz Zuhraxon Hoji Ayya nomlaridan o'qib eshittirmoqdamiz va onajoningiz bilan aziz aka-ukalaringiz, jigarlaringiz va singlingiz va kelinlaringiz, barcha yaqinlaringiz bilan birgalikda haj va umra ziyoratlarini yana bir karra emas, balki 100 karra amalga oshirishingiz tilakdoshimiz. Ilohim hammamiz birga boraylik. Bitta samolyotda hammamiz opa singillar, aka-ukalar hammamiz bitta borib ashulalarni ziyorat qilishga Alloh nasib qilsin. Amin. Hammamizga boraylik, bola chaqalarimiz bilan ilohim Alloh nasib qilsin, rizqimizni qo'shsin. Yana oyijonim bilan yana o'sha joylarga borib, yana tavof qilib, Kabalar ushlashlikni nasib qilsin hammamizga. Amin. Ilohim barchangizga birgalikda bo'lsin hamisha. Kunlar nasib qilsin. Ilohim. Hammamiz oilaviy boraylik. Xudoga shukr, xursand bo'ldim. Baxtli qizman, chunki oyijonim bilan Kabalar ishlatgan qizni Alloh unga ming shukr. Umingiz yanada bo'lsin. Ilohim bu safar barcha yaqinlaringiz bilan birgalikda borish nasib aylasin. Ilohim hamisha onajoningiz baxtingizga bosh bo'lib, xonadonlaringiz so'rlarida duogo'yingiz bo'lib, oilangizni barchasini birlashtirib turguvchi mehribon inson bo'lib yonlaringizda yursin. Onajoningiz baxtiga siz ham sog' salomat yuring ilohim. Jigarlaringiz bilan o'rtadagi mehr oqibat rishtalari bardavom bo'lsin. Sizni yana bir bor ayyom bilan muborakbod etamiz. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling, go'zalim, sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Katta shu o'rinda akamga ham alohida katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Akam dadamga dada bo'lib shunchalik yuribdi boshimizga. Ilohim bundan martabalar ziyoda bo'lsin. Yana qayta birga har safarlikka borishga Alloh nasib qilsin hammamizga. Ilohim. Alloh umrini uzun qilsin. Allohim bizga qilgan yaxshiliklarni 10 barobar qilib bolalaridan, farzandlaridan qaytarib qo'ysin. Ilohim. Xudodan qaytsin. Duodan ilohim qizlarini, o'g'illarini baxtini ko'rsin. Amin. Oyijonimi meni shunchalik xursand qilib yuribdi. Doim shunaqa bosh bo'lib yursin, mehr oqibatimiz yo'qolmasin ilohim. Bundan-da ziyoda yurishga nasib qilsin ilohim. Ilohim. Aytganingiz kelsa hamisha go'zal tilaklar sizga hamisha hamroh bo'lsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Dilozaxon opa yana bir bor sizni qutlaguvchi insonlar baxtiga sog'-omon bo'lasiz. Siz bilan xayrlashmaymiz, aksincha katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ishlarga rivoj bundan ham ziyoda bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Go'zal diydorlarni Alloh nasib aylasin. Omon bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling.